Polsha davlati Varshava shahridamiz. Hozirgi bugungi kunni ta'riflashga so'z ojiz. Yusuf akani ajoyib kunlardan biridamiz va shu do'stlar bilan birgalikda BMW mashinasini yuvish jarayoniga keldik. Albatta Yusuf aka u yog'ini aytib berishadi, meni so'zim ojiz. Endi hozir mashinani yuvish uchun avvalambor biza zapravkaga kirib chek olishimiz kerak. Chek olib, keyin hozir boshqa yuvish jarayonlarini ko'rsatamiz. Bugungi bir ajoyib kunimizda ajoyib taomlar haligacha qaynamoqda. Halol va nima go'shti borki, Yusuf aka? Qo'y go'shti. Kimni kutyapmiz? Bugungi kunning qahramonini, bugungi kunning qahramonini kutyapmiz. Holat qilgan.